Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun saxiylik va bexillik haqida to'xtalamiz. Saxiylik bütün millatlarning tilida maqtaladigan, Alloh taolaning dargohida madhiyalanadigan go'zal bir xislat. Shuning aksicha bexillik bütün millatlarning tilida so'kiladigan, Alloh taolaning nazarida yaman ko'riladigan bir qiliq. Bütün dunyoning faylasuflari, G'arb va Sharqning ulamolari hammasi birlikka kelgan bir masala bor. U bo'lsa-mu baxt, saodat va xushallik, huzur beg'ishlashda, ya'ni berishda degan so'z. Dunyoning faylasuflari hamma narsada ixtiloflashgan, hatto Alloh taolaning borligi haqida ixtiloflashgan. Ammo baxt, saodatning, huzurning berishda va beg'ishlashda ekanligida hammasi birlikka kelgan. Osman radhiyallohu anhu bilimiz islomning 3-xalifasi, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobalaridan biri. O kişinin hozirgacha davomlashib kelgan bir vaqtisi bor. Qilib qo'ygan yaxshi bir ishi bor. Shu zamonlarda Madinada Yahudilar ko'p o'rtoqlashgan. Bir Yahudining bir quduqi bor ekan. O zamonlarda su nihoyatda qis, o Madinada oqadigan su yo'q. Shu quduq suyini ichadigan gap endi. O Yahudi şu quduqning suyini sotadi ekan, oltinga sotadi ekan. Her günü su içidigan adamlar ona azroq oltin berib, shu suvni qachlab akitadi ekan. Endi musulmonlarga bulapmı kambag'al, yo'qsul musulmonlarga eg'ir keldiganda bu her gün içidigan suga pul to'lab ayndaq ichish. Shuni Osman roziyallohu anhu shu quduqni setib olib musulmonlarga vahbi qilish niyat qildi. Musulmonlar pul to'lamay içsin deydi. Shuni bilan berib Yahudi bilan so'zlashdi. Quduqni menga setib bergan, qancha pul desang beray desa, yo'q men sotmayman deb turib oldi. Chunki uning nihoyatda kirim kirib turdi. Menga setib bergan bo'lsang, qancha pul desang beratdim deb ching turgan ekan. Amisi men yerimini setib beray dedi. Qadaga bu quduqning yerimini setib berish degan desa, bir kun sizlar elinglar, shu bir kun men alay. Şu ağan günninki şununki pulusun sen bergin. Yani bir gün sen, bir gün ben, bir gün sen, bir gün ben. Şu yerimini satkan boldum şundaq deydi. Tamam şunda kilişidi. Yani quduqning bir günü Osman radhiyallohu anhu'nun o kimge berse, kimge elib desa elib oldu. Bir gün Yahudinin oldu, o pulgu satıdı. Şuna setib oldu. Setib olib Osman radhiyallohu anhu bütün aşı Medine ehlige İslam işlerinin palanı günü su elinglar deydi. Yani Müslümanlar şu Osman radhiyallohu anhu'nun ki su eliş günü bo'lganda hammasi suni elib qaçılib oldi. Aynda devam qilib uzun o'tmay qarasa bu Yahudi satanmaydı. Qolgan Yahudinin günü bo'lganda hech kim suga kelmaydi. Chunki hammadan ma pulsiz bo'lgan keldi, pulliqi kelmaydi. Shuni pulsiz bo'lgan kunda hammasi suni qaçılib oldi. Pulluq bo'lgan kunda quduqning qishqi bormaydi. Bormagandagi bu Yahudi zirkib, "Menimi setib o'taysan, bo'ldi endi" deb uni setib o'tdi. Setib o'tgan quduqni butunlay Osman roziyallohu elib, shu chaqda bütün Madina ahliga bakalik qilib o'tdi. Quduq o'zining xohlagan chaqda suv ichinglar deb ayna qilib o'tdi. Qilib o'tgandan keyin mushu uzun zaman davom qildi. Keyin mushu quduqninki ashu kengaytib, ko'paytib, shuni yo'g'initib, ashundan bir kirim kirgizgan bir ishni qildi musulmonlar. Osman roziyallohu anhudan keyin. Ashuning puliga bir bino ep qo'ydi. Bino ep qolib, uni vahbi, ya'ni g'ariballar, bechoralar yetib qoladigan qildi. Undan keyin uni yana ko'paytib shunday qildi. Ashunday qilib 1400 yildan beri mushu vaqt davom qilib, hozir Madinada nodi cho'ng bir bino. Endi aşı binadan Saudi Arabistanning eng cho'ng bankisi Rajihi bankida Osman radhiyallohu anhu vaqtisining hisobida natijiq millionlarcha pul bor.
Aşı vaqtini hozir o suv ichish uchun emas, musulmonlarning aşı ehtiyojı, fikrlarning ehtiyojı, kambag'al davlatdagi musulmonlarning ahvoli aşı ishlarga ishlatadi. Ya'ni Allah uchun qilib qo'ygan bir ishi ashunda davomlashadi. Endi Saudiya Arabistonda yana bir qissani hikoya qildi kishilar. Bir mo'may bor ekan, buningdan 40-50 yil burun. Uning yo'g'on ada bir dash qozoni bor ekan. Bu dash qozonni ep qolib, aşı mahallada kimning ayda to'y to'kin, nazarchiroq ishlar bo'lsa, ashuni bakaliq berib turgan, ashuni shuni tamoq etib olinadi. Bu necha yil davom qilibdi. Kishilar o ayolga duo qiladi ekan, ishiltidi ekan. Ayda qilib keyin zamon taraqqiy qilgan ekan, kishilar endi buni haliqi o dash qozonda tamoq etib o'ltirmay endi restoranlarda qilgan bo'ldi ya. Shunda bo'lgan ekan, aşı mahalladagi odamning hammasi birlashib, boylar, millionerlar hammasi kelib turib, endi mushu qozonni bir bunda nimaga salayli, bir bahoga qo'yayli. Mushu qozonga pul to'lasin. Pul chiqaradigan pul to'lasin. Mushu ayolning vaqtini cho'ngaytayli degandan ash qozonni o'tirda shu pulga baholayotgan. Baholagandan keyin 50 ming riyal beradi aytgan, birisi 100 ming riyal beradi aytgan, birisi 200 ming riyal beradi aytgan. Ondan shuni bilan bir boy 1 million riyalga men setib oldim qozonni aytgan. O qozon unga kerak emas. Miyadagi bo'layotgan ish bu ma'naviy ishda. Mushu qozon 1 million riyal. 1 million riyal degan hamda 300 ming dollar atrofida pul hamda. Shuni setib oldi ekan. Setib olgan bo'ldi ekan. Shuningga bir bino setib oldi ekan. Ash ayolning vaqfisi deb. Onun o binanı gariballarga yetib qo'yadigan, ya'ni qilib qolib, yana biri da haj va umra mavsumlarida kelgan odamlarga kiralayotgan. Kiralab yillar o'tgandan keyin bu cho'ng'ib, yana bir qancha binoni setib olib, yana topgan pul, yana binoni setib olib, hozir eng hashamatli bir qancha yurish bino, bir qozonning puliga bir qancha yurish bino Alloh yo'lida vaqf bo'lib turur ekan. Uni yozib qo'ygan ekan, palani Hoji xonimninki vaqfisi deb yozilgan ekan. Bir qozonning vaqfisi. Ya'ni bu niyat durust bo'lgan ekan, Allah uchun Alloh yo'liga atgan ekan. Buning ishi mushunda ko'payib menali. Buning texmi ko'paydiganligi nihoyat aniq endi. Endi bizning ajdodlarimizga qarasak, mushuningdan 100 yil burun yoki 70-80 yil burungi vaqtlarda bizning vatandan shu hajga keladiganlar at uloqlar bilan keldi ekan, 6 oy yo'l minib, 6 oyda berib, 6 oyda qaytib ketgan. O haj qilish nihoyat qiyin. O yo'llarda qaroqchilarga uchrab pullardan ayrilib ketish, yo'llarda balo qazoga uchrab o'lib ketish degan bilan ash hajga chiqqan odamning yerimi saq qoldi ekan, yerimi yo'lida o'lib ketdi ekan hamda. Shu chog'larda bizning aqlli ajdodlarimiz qaysi yurtdan chiqqan bo'lsa, shu yurtning nomida vaqf binolarini qilib qolibdi-da. Shu chog'da topgan puliga hamda u chog'da bak qimmatmi emas o'ziymin hamda. Masalan, shu Xotan vaqf binosi deydi, Qashqar vaqf binosi deydi, Keriya vaqf binosi deydi, G'o'lji vaqf binosi deydi. Hamma yurtning ayda birdan vaqf binoni qilib qolib, mening yurtimdan kelgan kishilar, kambag'allar va bunda o'quvchilar yetib qolsin deb vaqf qilib qo'yarlar. Hozir butun hamma yurtning nomida ayda vaqf binoli bor. Endi bu vaqf binolda endi Uyg'urlar bakjiq kelib to'mag'an ekan, shuning azroq qismini kildiganlar qilib qo'yib, ko'proq qismini unda kiroga qo'yalg'ida, ijaraga qo'yalg'ida ular. Ijaraga qo'yib, ulu texmi cho'ngib. Masalan, bir misol shu otish vaqfini dastlabda setib olganda kichik bir uyni setib etgan. Keyin uni cho'ngaytgan, o bino bo'lgan, undan o bino cho'ngib bir qancha bino bo'lgan. Shuningdan bir 10 yil burun shu binoni yo'l selish uchun Saudiya Arabiston hukumatı chiqib etib, uning o'rniga bir qancha million pul bergan. Berib, uning o'rniga ya'ni yo'l elish bilan birga, ya'ni bir tarafiga yo'g'on shu 25 qavatlik bir binoni saqan. Bu 25 qavatlik binoninki har yili shu binoninki egalariga shu vaqfi
boshqurtganlarga 2 million real pul berdi. 2 million real pul berdi. 600 ming dollarga yaqin pul endi o. Onun için 18 yıldan keyin şu 25 qavatlik binoni mushu vaqtning o'ziga topshirib bermoqchi. Ya'ni uni 20 yillikmi, ayndaq bir 18 yillikmi shundoq ishlatib olishga, selib ishlatib olib qayt biritqanqa ayndaq qilgan. Hozir u vaqtda to'shqilmi qopdi endi. Demak, shu ajdodlarimizning ayndaq qilib qo'ygan binolari hassilab pullarni keltirdi. Onun bu Araplarninki arasida Hatem Tayi'de bir adam tepdiken. Hazır şairlarımız şiir yazsa Hatem Tayi'deki sehi deb. Acayip bir sehi adammışken. O adam Resulullah tug'ilishdan, yani Resulullah'ın peygamber buluştan burun yaşaptıken. Şu çağdan tartib İslam ehli ve bütün Araplar, hatta cahiliyet şairlerden İslam şairlerigacha hammasi aşı adamni şiirlarda bu sehilikninki simvoli qilib ayna madhiylaydi. Endi bunun tam tadrisida o kadar shunda bexil insonlar var dunyoda. Bexillar aslida eng ahmaq insonlar. Chunki ular o'zining bo'lmaganini jon tikib qo'g'daydigan. Chunki o topgan puli o'zining emas, o'zining ishlataligini o'zining. Şu rizq deymiz, rizqimni keng qil Alloh deymiz. Topgan pulimdan foydalanish, yeyishni keng qilib bergin menga deymiz. Rizq degan bizning foydalanganimiz. Ama kulumuzda ilkimizde bo'lgan pul bu rizq emas, bu bizningki bu tapovat. Şu nurg'un adam tapovatidan foydalanmaydi, nurg'un adam tapovatidan foydalanmay o dunyoga ketib qoldi. Shunga bexillar eng ahmaq deganimiz, ular o'zining bo'lmaganini jon tikib qo'g'daydigan, halol harom demay to'playdigan, o'zi yolg'iz hisob beradiganligini bilib turib halal haramga dikkat qilmaydigan, pulning haqqini bermaydigan, yani zakatini, sadaqasini bermaydigan, yaxshi ishlarga ishlatmaydigan. Ondan uningki halalning hisobi, haramning azobi degandek, uning azobini o'zi yolg'iz tortadigan bundaq odamlar. Qur'on Karimda "Ve men yebhal fe inna yebhalu al nafsi" deydi. Kimki bexillik qilsa, o'zining ziyniga bexillik qildi. Üzüge ziyan o. Bexillik qilgan adamning bexilligi üzüge ziyan. Mundaq bir qissa var. Saudiya Arabistonining şu Riyaz shahrida bunu 10 yil bo'lgan yil burun bo'lgan ish. 80 yoshlik bir adam naydi koni kiyimlarini yumug'anga bir qancha ay bulab ketgan bo'lishi mumkin deydi. Shundoq paskina bir mashinasi varken mashinasininki kapotini aldı, demisini yipti bağlab qo'yalıq deydi. Shundoq koni ulabma ayda traktordek taqirab mang'ildigan. Shunda bir kambag'al adam bankaga kirdigan. Bankaga kirgan bankadagilar hayron qolganda bu adam nima ish qiladi yani? Bu adamning bankada nima ishi bor bu kambag'al adam deyotgan. Degandan keyin u adam her ayda 80 ming 90 ming real şu bankada qo'ydi ekan. Her ayda qo'ydi ekan, qo'ygan ekan, hatto shu bankadagi Xolid degan bir kishi shuning ishiga mas'ul bo'ldi ekan. Har oyning manchinchi kuni bu odam keldi, pulini mishadi qo'ydi deb shunda bir qancha yillar shunda qo'ydi ekan odam. Shu koni kiyimi bilan, shu koni ya'ni shu kambag'allik turuq bilan shunda qo'ydi ekanda. Qo'ydi ekan bir vaqtda u odam kamapti. Bir ay kamapti. İkinci ay mı kamgan bu adam nima bo'lganto deb bankadagilarda ashunga mas'ul bo'lgan Xolid degan kishi telefon qildi ekan uyga. Telefon qilsa bir ayol oldi ekan telefonni. Voy paloni bankaga keladi, kamidi paloni bormi? Vafot o'g'li 1,5 ay bo'ldi, vafot bo'lib ketdi degan. Degandan bu kishining bankada bir ishi bor-da, hamisha keladi. Siz agar vaqtingiz bo'lsa bir kelalamsiz. Voy nima gap endi? Bankada qarzimizmi bor-da? Qarz to'laydigan hech ishimiz yo'q bizningki. Biz shunchalar kambag'alki, hech nima to'lay olmaymiz. U gapni bizga qilmanglar. Degan, "Yo'q, qarz to'lamaysiz, balki sizga pul bor, qolib qo'ygan pul bor. Kelarsiz bankka kelgan bo'lsangiz" degandan keyin, "Men erim vafot bo'lib ketgili 1,5 oy bo'ldi.
4 ay 10 gün iddet tutuşum kerak. O sırtlığı çıkıp erlerge görünüp yürüsem bulmaydı. Ben uyamda oturmaya baralmayım degan. Emis uyunuzun adresini verin. Biz baraylı deyken. Maqul deb adresini verirken. Adresga barsa, aş en konu mahallenin içinde en aş adam olturdu deb tasavvur qilg'ili bo'lmaydigan bir aşu. Aşında bir uy ekan endi. Konu endi. Uyga eshikni qaqsa 15 yoshlik bir bola eshikni ochibdi. Paloni bormi, anangiz bormi? Ha, bor debdi uy kiribdi. Kirgandan keyin bir egizlik uy ekan deydi. Bidan zal faqatla. Onun heshimiz yo'q, tupa asti, tupa. Oturtqa ya yo'q yana. Turib bu nada o'tirsa qular deb yurib turibdi odam. Tug'an keyin ayol chiqib, ash o'zininki ko'pisini chiqib sepdi. Selipmadi o'ltirg'izibdi. Ayol o'zi tubida o'tiribdi. O'tirib manzilni ko'rib, o bankadan kelgan ikkovlan hayron qatida kelib ayol shuni nimaga kelganingni, nima ishga desa, eringiz bankada hamisha pul qo'yapti degan. Yo'q, mumkin emas, chaqchaq qilma. U erimninki bankada qo'ydigan pul yo'qdi. O bek kambag'al yashadik biz. Biz hatto 1 kilo go'shtni akirib yeb baqqan emas. Bir nonni akirib, issiq nonni akirib bolalarım bilan yeb baqqan emas. Men doim shu axlas sanduqidan ashla ko'kirab qolgan, ayna kishini tashlayotgan ayna nonlarni, mevalarni ayna akirib bolalarni qilib bizda andan nima yo'qdi deganki, siz nima deyapsiz? Eringizdan 150 milyon dollar var degandan bu ayol aylanib ketgan. O aylanib ketgandan keyin endi ya uni ajnabiy ayolni tutqili olmaydi. Shuna ular qanday qildik endi deb chiqib duo o'qib deb duo qilgan. Shuni ular suvni akirib yuziga asta chachadigan, chachqandan keyin birdan keyin hushidan kelib, "Siz nima dedinglar? 150 milyon dedinglarmi?" degandan keyin, "Ha, 150 milyon pul bor. Benim o chak mana. Sizning mana sizga topshirib berib keldi." Degandan keyin bu ayol "O'ngammi tushunmi bu? Men bunda pulni anglab bakmagan" deb ep qoldi ekan tasliqda. Ep qilib ular ketdi ekan. Topshirib berib, amonatni topshirib berib ketdi ekan. Ketib 1-2 oydan keyin bu ayol telefon qilgan Xolid degan kishiga. U 35 yoshli kishi o Xolid degan, to'y qilmagan kishi ekan. Ma ayol 40 yoshli ayol ekan. Shuni ayol telefon qilgan. Siz pulni akib bergan bilan men uni faqat xayliyammadim, men hech kimni bilmayman. Bolarimning cho'ngi 15 yosh, nonga chiqarsam bu nonni elib akiranmaydi bolam. Shunda yavash bu bolalar. Ish ko'rmagan, pul ko'rmagan. Men bunda pulni ko'rib boqmam, faqat ishlatanmadim uni. Endi agar xohlasangiz, siz bu to'y qilmabsiz-kan, meni olamsiz deb bu ayol. Degandikin bu hayron qaptida bu. Tok urgandek bo'ldim men deydi. Shuning bilan ya siz chaqchaq qilmang nima deyapsiz endi? Yo'q, sizmi to'y qilmagan yigitkansiz, Allohdan qo'rqadigan yaxshi yigitkansiz. Men bu Allohdan qo'rqadigan ayol, ibodatimni qilib Allohga shukr o'tirayotgan ayol. To'g'ri deyapman. Men bilan o'ylansangiz, mushu boyliqni siz o'zingiz bosh qo'ysangiz bo'ladi-ekan. Degandan men bir Allohga istixor qilib duo qilib boqay. Keyin sizga xabar beray debdi. Maqlab o kishi bir qancha kun istixor qildi-da, istixor qilib şu ko'ngli tatibdi shuni. İstixor chiqdi deydi endi. Shuni bilan ayol o'ylanibdi. O'ylangandan keyin shu butun boyliqni bu tizimlab tashirsa, shu buvoyning 22 binosi bor ekan. Har bir bino 15-20 qavatlikdan 22 dona binosi bor ekan. Har oyda 90 ming riyal atrofida pul tushadigan undan. Shu pullarni her ayda müdüratmay apır bankada koyaptıken. 80 yaşlık adam bankada koyaptıken. Üzümü kat yiyemeptiken. Ballarımı yüzmeptiken. Balları yok ayalı ahlattan aynı tirip ekirip yüzütken. O adamın yüzü şunda kembağalçılıkta aşı kiyimini bir almıştırmak. Bir kiyimini kiyip kasmak vesip ketken aynı yürüdüken de. Onu hiç kim bu adamın yancıkın bir tin pul çıkıp yapma oylamayken. Bu da yaşap ütep gidip. Tep ketken şunu olan bu ayol yigitga o'ylangandan keyin balasma kichkin cho'moydi ekan orliqda. Balasi shu butun shu boyliqlarni boshqaradigan shu binolarni kiraga qo'yib, pulini yig'ib, ayda qilgan ishini qilgan, u shunday yaxshi baxtli o'tdi ekan. Demak, adam
bir ömür işlep, üzümü yemey, ballarımı yügüzmey, ayında ketilgende. Onunki tapkan pulunu ama yigit 35 yaş yigit üzünki takvalık bilen, üzünün halal niyetlik bilen manığı nasip bolgan gap. Hamda Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de diyor: "Ve men yettaqillaha yec'al lehu mahrajan ve yerzuqhu min haysu la yahtasib." Kimki Allah'tan korksa, takvalık kılsa Allah'a onun çıkış yolu berdi. Her qanday qiyinchilikdan ve oylumga yerni rizq berdi. Oylap bakmagan gapda bunda milyon pulning manı kelib qoladi. O xotun bir kilolik bakalık, onun milyon pullik kilolik bunun hamda. İkisi shunda baxtli o'tagilgandi. Bu bo'lgan qissamda. Endi men mushu Saudiya Arabiston yashash jarayonida bizning ikki hamsharimizni, ikki hojimni, bizning vatandan chiqqan ikki hojimni bilmay. Uning ismlarini demay qo'yay endi. Bu adamning ikkilisi shu Makkadan cho'ng binolarni ilig'liq. Bay, jiq pul bo'lib chiqaliq. Binoni ilig'liq. Biroq yerda o'zining ismiga olmaydan bu chet ellik bo'lgan ekan, ashining mushuning ishlig'i kepil bo'lgan, ashbishning ismida oldi. Ikkilisining kepili Uyg'ur. Saudiya Arabiston Gireydani Uyg'ur endi. Binoni ilig'liq, o binoning kirasini yap o'tiratdi bular. Birisi o'lab qoldi. Tuyuqsiz ayda o'lab qoldi. O'lab qolganini anglabla, uningki kepili Toyibdan kirib, bu odamni texa dafn qilmay turib, shu ishiklariga o'l qulp sevib oldi, binoga qulp sevib oldi. Bo'ldi, mening bu hech kimga yaqin kelmaydi. Uningki odamni dafn qilinglar. Shuningdan keyin uningki bir sinit pulni vatanda bolalar bor edi odamning. Bir sinit pulni chiqarmadi. Chiqarmagandan keyin balasi anglab vatandan dadamning merosini olaman deb keldi. Kelib dadamning haqqini beraman degan. Dadamning haqqi yo'q, hammasi mening ismimda. Hukumatning doiralariga borsam mening ismimda hech nima yo'q deb turibdi. Degandan bu mahkamaga arz qilib, shunday dadamning pulda makepilning ismida eptikan, anda olib ekan deb berib qilg'inni anglab, saqchilarga pul xaylab, bola bikini uyda o'tirayotgan chog'da shu ko'nglakchan maykibli o'tirib ekan, ashar tutqancha tutib chiqib vatanga yo'lga seritdilar. Ko'ngli kimni kiyib olay desimi, uni ruxsat qilmay apir yo'lga sevatdi. Ikkinchi kamas qiladilar pasportini. Saudiyaga kirmay qiladilar. Shundan o odamning boyligi tugidi. U odam qanday odam desa, vatanda bolalarni, xotinini qapqab chiqib, Makkada bir o'ylangan odam. O'ylanib men ziyorat qilib qo'yatdim ba'zi bundaqa bir o'zimizning yurtliq bo'lgandan keyin izlab qo'yatdim-da. Bir qatim shu xotindan anglasam, xotinim bunda degan. Bu odam o kadar bexilki, bir yalga bidani nonga kirdi, bidani nonga kirib, bana aqısını qilib o'tirib, yerim nonni atdigan yeydi. Yerim nonni qapqab kashti yeydi. Tushlikda iyalib buna bakat tamoq taqitgan yaliga ashi berib yugurib bakat tamoq yeb keldi. Bana nonni kashki 1 yil pul bermaydi, o'zingizning puli bo'lsa akiring deydi. Ashunda. Mushunda bizning hayotimizda ayna degan, to'g'ri degan tumshal. Mushunda yashagan odam. Yani demek xotniga yerim nonni bermay, o kadar binası var, o kadar pulu var. Aşında qilganlik uchun Allah Taala onu üzgümü yügüzmey, ballarımı yügüzmey, başka birisiga yügüzvetdi. İkinci adam, o adam aynı doktorxonada o'lab qoldi. Doktorxonada o'lab qolgandan keyin uningki kepili, ya'ni shu Uyg'ur yani, uning aşını kepil bo'lgan adam, hukumatning oldida kepil bo'lgan va binolarni ismida olgan adam yana Uyg'ur. Umi ash bino qilib selvetib, o adamning bir ayoli bor-da. O ayolni uydan chiqarib o'tib, sizning hech nimangiz yo'q deb chiqarib o'tib uyni. Shuningdek u ayol bir vaqt begim o bir yerga yordam jamiyatlarga bir yerga berib, jannat beqib to'sh qilib, o adamning faqat bolasi yo'qdi. Oldinqisining vatanda bolalar bor-da, mana hech qanday bolasi yo'qdi. Shuni mokkiday ash binoni yedi. Bu adam qanday odam desa, bu ma'noda nada azan ya bakaliq tamoq vurtqa yaliga berib, tamoqni o'zi yeb bo'lib, yana bir qachi elib, akilib uyda saqlaydi. Uyda saqlab, mundayliqi o muzlatqo deganni saqlamay, uni pul ketdi, uni olmaydi. Takining ostiga qapqab tamoqni saqlab, ko'krab qolgan bo'lsa, ichib qolgan bo'lsa, ayda yeyverib, shuni kesal bo'lib, ashundan kesal bo'lib o'lib qoldi bu odam. Yenda bilda $1000 bilim unda pom turibdi. $1000 ama $1 chiqarib yeb qilmagan. Bitimga yuguzmagan. Hatta bir adam
Ma Saudiya Arabistonda Abdullah Davlat deb ma Xutan vaqfini boshqarayotgan odam. U odamga mushu pullaringizni vaqf qilib qo'ygan bo'lsangiz, sizning bolalaringizga heshimingiz yo'qkan, siz ulab ketgandan keyin sadaqa jariya bo'ladi degandan keyin u odam ben o'ynay debdi. O'ynay deb shu bir kuni men Madinaga berib qoldim, shu odamni uchrashdim desam, bu odam bilan vaqf qilib qo'ying dedi. Voy bek yaxshi bo'libdi. Siz butun boyligingizni vaqf qilib qo'ying. Siz ulab ketguncha sizni bu odam boqadi. Qanday qiyinchilik bo'lsa boqadi. Ulab ketgandan keyin sizningki mol dunyoringiz sadaqa jariya bo'lib, savobi sizga yetib bardo desam, ben bu o'yinib baqay dedim dedi. U o'yinib qilmadi o ishni. Allah qildimi demdi. Shundoq o kadar bexil odamga Alloh taolo qildimi aytgan uni. Shuning bilan u odam ulab ketdi. Ulab ketgandan keyin kepil olgan Uyg'ur mok yedi. Uyg'urninkini Uyg'ur yedi. Ashula bo'ldi hamda. Men bilutgan ahvol ma'vamda. Yana bir qissa bor. Bir odam borkan, tilamchilik qilib yashaydi ekan. Nadi jiq pul topadi ekan. Tilamchilar jiq pul topadi normalda. Tilamchilik qilib yashab, shu topgan pulni bir mazoqqa olib bir mazoq hukmidi ekan. Daim shu kashlik berib kumab qolib kelib, atdigan topgan tilamchilik qildi ekan. Ammo pulga faqat tamoq qilib yemaydi ekan. Mumkin emas. U o'zimning pulni xaylab tamoq qilib yesam bo'lmaydi degan. O tamoqni shu kishilar bergan tamoqni u yerdan bu yerga berganni yetgan, ammo pulni qat'iy ushlab qolsa suma olmayotgan uni. Ashunday qilgan. Bir kuni bir odam ko'rab qopti. Aqsimda u marab berib, ko'mgini ko'rab qopti. Atsi berib, shu pulning hammani odam ep ketibdi. Ep ketib, bu qalanda odam mazog'i kelib qarasa, u pulning hech qasi yo'q. Shuning aşı hadi yig'lab va qarab ben tügeçtim hem de dünyaların hemmesi gitipler yığılıp oturgan pulsunu ev adam sınap bakış için kilep vay nim boldun degan bunda pullarım ne gitipti o'g'ra gitipti onda olab dedi xap bo'lmag'an deb men qo'shqingiz ichib ketganda men sizni bir restoranga olib boray tamoq yegizaysiz desa ma'qul deb beribdi. Restoranga olib borib tamoqni buyurtibdi har xil tamoqni buyurtganiga tamoqning purg'ini purab u necha kunlik tamoq yemagan odam ham deb shunda purg'ini burab raso lazzatini tutgan bo'ldim deb tamoqni shunda og'izga silib geldan o'tmabdi da buni ayliqa tilamchi odamning geldan o'tmabdi. Geldan o'tmay bundan keyin odamning qonini chiqib hey o'g'ri sen mening pulimni o'g'irlab yuribsan deb Ay ne bo'ldi? Saranglab qoldingiz, sizning pulingizni kim o'g'irlab oldi degan keyin yo'q mening mushu tamoqni mening pulimga epsa. Chunki mening pulimga olgan narsa gelimdan o'tmaydi mening. Boshqa odamningki puliga olgan narsa bo'lsa, boshqa odamning tamoqi bo'lsa gelimdan o'tadi, ammo o'zimning puliga olgan narsa men gelimdan o'tmaydi. Shunga gelimdan o'tmayotdi-da, sen o'g'risan debdi. Demak, bexillikning u qadar dereceleri bakanam, o kadar bexil adamlar bakanam. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında Sö'leb İbni Hatib degan bir adam Rasulullah'ın yanına kelib, "Ya Rasulullah, bana bir dua qilgan bo'lsanglar, men bir boy bo'lgan bo'lsam" degandan "Ya Sö'leb, Allohga shukr qilgin. Azga shukr qilish, jiqqa shukr qilishni o'ng'ay. Hisobini o'ng'ay bersa, Allohga shukr qilgin desa ketadigan. Bir qancha kundan keyin yana kelgan. "Ya Rasulullah, bana bir dua qilgan bo'lsa, boy bo'lgan bo'lsam" degan, "Allohga shukr qilgin, sening holing yaxshi hozir. Agar Alloh sana boylikni bersa, hisobini bermaslikka mumkin" dedi. Yana bir kun yana ketgan. "Ya Rasulullah, Alloh bilan qasamki, agar sizlar menga duo qilsanglar, Alloh menga mol dunyo bersa, men bu mol dunyomni musulmonlarningki manfaati uchun, yetim yesirlar uchun, kambag'allar uchun xaylayman buni. Men va'da qildim o'zlarga. Duo qilsin, menga bir duo qilsa boy bo'lsam" degan. Ma'qul deb, "Ey Alloh, Sö'leb ibn Hatibni boy qilgin. Buni boylikqa ko'mgin" deb duo qilganda, duo qilganki shundan keyin u odam asta boy bo'lishga boshlayotgan. Har namozni Rasululloh bilan birga o'qiyotgan odam keyin kunda 2 vaqt namozni Rasululloh bilan o'qiyotgan bo'lib qolgan. Keyin asta juma kunlarida o'qiyotgan boshqa joyda yo'q. Shuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu Sö'leb ne ketdi degan, bu Sö'lebning qo'y kallari bakchi qilib ketdi. 2 vodiyda chin qo'y, mol binaslar va oshining g'amida
Aşını bakıman deb, aşına məşğullab qılıb namazımı kilenmeyvatıdı degan ekan. Isit söylebe deytken. Şundan keyin u cuma namazını kam etgan bo'lib qolgan. Cuma namazını kam etgan bo'lib qolgan, hatto uni ko'gilolmayotgan bo'lib qolgan. Şu vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga zakat oyati tushdi. Zakat farz qilingan vaqti bo'ldi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum biha va tuzakkihim biha degan oyat tushdi. Baylarning pul mollaridan og'in sadaqa hisobida, zakat hisobida og'in kambag'allarga taqitib turish uchun elish orqali ularning gunohlaridan poklaysan, mol mulkining o'sishiga sabab bo'lasan deb Alloh taolo oyat tushdi. Degandan mushu Rasululloh adam aytdi. Hanafi qabilasida bir boy va u boyning qishqi biringlar, alma so'labi degan boyning qishqi biringlar, ikkisining qishqi berib Alloh taolo pul melonlarga 40 dan birini berishga zakatni farz qildi. Zakatni beringlar degan ekan. Hanafi qabilasidagi adam tamomman biray deb darhol biritgan. Allah buyurgan bo'lsa men biray, qanchalik bo'lsa biray deb biritgan. Ammo so'labining qishqi bo'lsa, bu mendan elingan bojg'u bu, seliqu bu. Bunda seliq degan qandoq bo'ldi degan. Allohning amri 40 dan birini bering dedi, Rasululloh buyurdi degankin, men bir o'ylab baqay, keyin kelinglar deytgan. Ma'qul deb Rasulullohning qishqi shunda deb bo'lganki, Rasululloh bir qancha kundan keyin yana avatgan. Beringlar yana shu odamning qishqi desa, bu seliq hamda men bir o'ylab baqay, pullarimni bir hisoblab baqay, qanchalik zakat keldi shu chaqda beray deytgan. Bermayotgan. 3-qatim Rasululloh yana avatgan. Degandan men tek o'ylab bo'lanmidim. Pullarimning hisobini qilib bo'lanmidim. Shu chaqda berayman deb bermayotgan. Bermagandan keyin shuningdan keyin Alloh taolodan yana bir oyat tushdi ekan. Mushu odam to'g'risida bir oyat tushdi. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله وبما كانوا يكذبون deydi. Bu insanların arasından bazı insanlar Allah'a vəd verdi. Allah öz fəzlindən bana binası, bəsi baylıq bəsə, çuqum sadaqa qılman, çuqum yaxşı kişilərdən bulman deydi. Allah Taala onun öz fəzlini bəgən çağda bəxillik qıldı və zakatını birişdən yüz öyrüydü. Şuna ularınki şu haqiqatni yüz öyrügənligi Allah'ın yalğın etqanlığı dəslat birmən dəb bulab kini bəməymiydi. Yalğın etqanlığı üçün nifaq yani şu münafıklık bulanın kalbiga Allah şunda selip etdi. Kıyametgacha, ahirgacha şu adamning qalbidan şu münafıklık ketmaydi degan oyatda. Şu oyatni tushgandan keyin şu Sa'labi degan boyning bir tunishi sening to'g'rongda bir oyat tushibdi. Tamoman sana tushdi ekan. Sen bu Allohga va'da qilib, keyin ana bermading-ku, sana tushdi shu oyat. Deb oyatni o'qib bergan bu odam ta'sirlanib, benim için bir ayet çıktı. Endi ben zakatımı biray. Deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamniki yana qibartgan. Men zakatımı bersam degan. Sening zakatыңni Alloh taolo elishimni qabul qilmadi. Zakatыңni elishimga ruxsat qilmadi. Bermagan dedi. Ketkizib o'tdi. Shuniki Rasululloh vafot bo'lgandan keyin Abu Bakr radhiyallohu anhuning zamoniga kelganda bu odam yana zakatini bersam bo'ldi. Rasululloh amadi, endi o'zlari olgan bo'lsa degan. Rasululloh olmaganni men olamanmi? Olmaymi bo'ldi dedi. Undan keyin Umar radhiyallohu anhuning xaliflik zamonida keldi. Ya Umar, mening zakatimni olgan bo'lsanglar degandan keyin Abu Bakr amadi, Rasululloh amadi, men olmayman dedi. Shundan bu odam 3. xalifa Osman radhiyallohu anhuning zamonida o'lib ketdi. Yani zakatini Allah qabul qilmaydi. O kadar bexillashgan, o kadar gibidi tuğmagan, o kadar mushundaq adamni Allah mushundaq jazolaydi-ki, birey desimi bermaydi. Şuna biraydigan vaqtingda berish kerak. Bu Allah Taolaning bir bandini yaxshi ishga muvaffaq qilganligi, berishga muvaffaq qilganligi degan u bandiga Allohning cho'ng rahim qilganligi, shafqat qilganligi.
Acayip katta ne'mat. Buni bergan odamni biladi. Bergan odamlar, beg'ishlagan odam o'zining bergan boyligida qanday yaxshi ishlarning bo'layotganligini, masalan, o'quvchilarga stipendiya, ya'ni yordam bergan bo'lsa, u o'quvchi chiqib cho'ng natija qozongan bo'lsa, bu odam shuncha xo'shilib ketdiki, mening meyvam ma'u, meningki chiqargan mahsulotim deb shunday xo'shilib ketdi. Bir balani o'qitib qo'ygan bo'lsa, u ravrus abdan odam bo'lgan bo'lsa, mening meyvam ma'u deb o'zi xo'sh bo'ladi-da. Şuna baxt saodat berishda, elishda emas. Alloh taolo hammamizni to'g'ri yo'ldan ayirmasin.